Bu yoqda bizada TV zonamiz bo'lyapti. Bu yoqda esa voy zo'r joy edi deyman. 122 ming dollarga yosh oila yoki bo'lmasa investitsiya uchun Darxan Avenue'da joylashgan 2 xonali 50 metr kvadratdan iborat bo'lgan kvartiramizni, chiroyli va kompaktniy kvartiramizni sotuvda. Assalomu alaykum, soqqani soqqaga urib yurgan okaxonlarim, opaxonlarim. Ushbu variantimizni siz uchun ayni muddao deb o'ylayman. Qani bo'lmasa kvartiramizga marhamat. Ko'rib turganingizdek, biz uyimizning zal qismidamiz. Bu yoqda bizda TV zonamiz bo'lyapti, bu yoqda esa mягкая zonamiz bo'lyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, bu uyimizda zalimiz va kuxnyamiz birlashtirilgan, ya'ni studiya variantida qilingan bo'lyapti. Bu yoqda bizda 4 kishilik shinam va chiroyligina bo'lgan stolimiz va stulchiklarimiz joylayapti. Kartinamizga yozinglar, bitta alohida like bosib qo'yasizlar. Bu yoqda bizda xolodilnikimiz, bu yoqda gaz plita, bu yoqda rakvina, bu yoqda stiralka, bu yoqda duxovka, mikrovolnovka, bu jamiki texnikalarimiz Goodwill kompaniyasidan o'rnatilib qo'yilgan. Kuxnyamizning fayziga fayz, chiroyiga chiroy qo'shib turibdi desam adashmagan bo'laman albatta. Davom etamiz. Endilikda sizlarga общий sanuzulimizni ko'rsatamiz. Общий sanuzulimizni ko'radigan bo'lsak, dushovoy kabinkalari o'rnatilib qo'yilgan bo'lyapti. Endilikdagi navbat master spalnyamizga. Ko'rib turganingizdek, master spalnyamizda ham jamiki kerakli mebel texnikalarimizning eng sifatlilari o'rnatilib qo'yilgan bo'lyapti. Master spalnyamizdan shundoqqina uyimizning balkon qismiga chiqsak bo'lyapti. Uyimizning hovlisiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kattagina bo'lgan banketli zalimiz va sevimli bolajonlarimiz uchun detskiy plashatkamiz mavjud bo'lyapti. Obzorimizni boshida aytib o'tganimizdek, ushbu kvartiramiz uchun 122 ming dollar narx so'ralyapti. Agar sizga ushbu kvartiramiz manzur kelgan bo'lsa, yuragingizdan joy olgan bo'lsa, srochno pastdagi telefonlarga telefon qiling, gaplashing, kelishing va ushbu kvartiramizning yangi egasiga aynan siz aylaning. Не ожидал я хороша, свежая всегда, даже после куража. I get what I want, I get what I want, but I get what I want, I get what I want, bitch. I get what I want.